والدين هو الإسلام. إن الدين هو الإسلام عند الله يلزمه ليس يضام. عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله يلزمه ليس يضام. عند الله أسعد في دار الإكرام، أسعد في دار الإكرام عند الله. عند الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum hürmetli televizor görgüç qarindaşlar. Bugün yeni yıl harpısıga yıkılışıvatımız. Bu münasebet bilen bu yeni yıl bayramı Hristiyanların bu Rojdestvo bayramı hakkında bu İslam dini bu haqda nima deb qaraydi? Biz Sharq Turkistonliklar Müslüman buluş sübutimiz bilen nimelerge dikkat qilishimiz kerakligi haqida biraz to'xtalib o'tishni muvaffaq ko'rdik. Alloh taolo bizga Qur'oni Karimni 1400 yil burun tushirib bütün hayatımızda emilleştirdiğin bu dinni, İslam dinni mükemmel kılganlıkını etti. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul İslam'e dine. Bugün dininlarni, sizlarning dininlarni biz kamaletga yetkizdik. Sizlarga bo'lgan ne'matimizni, İslam dinidan iborat bu katta ne'matimizni sizlarga tamomladik. Ve sizlarga İslam dinini din deb e'tiqod qilishga, din deb amal qilishga razı bo'ldik. Bunun İslam dinini sizlarning dininglar bo'lish uchun biz uygun gördük, muvaffaq gördük. Hem de Allah Teala bu ayette yani İslam dinini mükemmelleştirgenlikini, kamillaştırganlıkını ve yeryüzde Müslümanların ki bu dinge amel kılışı ve tegishlik hamma barliq ne'matlarni ato qilganligini bizga bayon qilib beradi bu oyatda. Hamda biz İslam dini biz Müslümanlarga ko'rsatib bergan ikki bayramımız var. Bizning ulug' bayramımız var. Masalan, Ro'za Hayit bayrami. Biz bir ay ro'za tutib Ramazan ayini muvaffaqiyatli oxirlashtirgandan keyin bizga bir xo'shallik kun belgilab bu Ro'za Hayitni bizga hayit qilishga, bayram qilishga, bir-birimizni tabriklash, bir-birimizning xo'shalliqi hamnafas bo'lish qatorliq bu ne'matni bizga berdi. Undan keyin yana Qurban hayitni bizga hayit qilib berdi. Bu hayitni biz asli bu hayit degan so'z Eid, Arapçadaki Eid yani bayram ma'nosida keladigan bu so'zdan kelib biz azroq o'zgartirilib Eid deb umumlashgan. Biz Uyg'urlar, biz Sharq Turkistonliklar ayımız mesela bir-birimizni tabriklaganda bu Eidlashqa vaqtida ayımız mübarek olsun, Hayitimiz mübarek olsun deganga o'xshash so'zlarni qilamiz va bir-birimizni ziyorat qilamiz. Bu bir-birimizni yo'qlaymiz, bir-birimizni xo'shalligi bilan o'xshash hamnafas bo'lamiz. Bu bayram, bu iki bayramni bizga Alloh taolo tarafidan din nomidan bizga bayram qilib bekitib berdi. Endi bu yeni yıl bayramiga kelsak, bu yeni yıl bayrami bu İsa alayhissalomning tug'ilgandan keyin milodiy deb boshlangan deb rivoyat qilindi. Mushunda boshlangan. Am biz Müslüman bo'lish sübutimiz bilan bu yeni yılga xuddi bugun kashf qilib taat qo'zgandek yoki bu oyni tugatib yana bir
ayga kirgandek bu şekilde kirimiz. Yani bu yeni yıl dep alayda hatta biz İslam dinininki özüge belgilgen Hicriye yeni yılı ba. Mesela bu yılın biz alayda İslam dini namedin kutlap ketmeyimiz. Bunu tebriklep ketmeyimiz. Çünkü bu İslam dininde mundaq bir talimat körüstülmegen. Onun için bunu kutlap olturmayımız. Belki de biraz kutlaydıgan, tebriklaydigan ahvallar biraz umumlaşkan bolsunmu, ama bu din namedin bekitilgen bir narsa emas. Biz fakat ro'za hayit bilan Qurban hayitini bu din namedin mushu ikki hayitini bayram qilamiz. Buni bizning ulug' bayramimiz deb bilamiz. Şuna bu yeni yıl bayramiga biz musulmonlarning hech qanday bir ehtiyoji yo'q. Bunu biz yeni yıl deb alayda tebriklep, onun ziyafat orunlaştırıp, mudaq qilishning o'zi butunlay Allah Taala'nın yuqoridagi al-yawma akmaltu lakum, yani bugün men dininglarni kamil qildim, mukammallashtirdim degan oyatiga xiloflik qilgan bo'lib qolamiz. Bu sebepten biz musulmonlar, musulmon bo'lish sifatimiz bilan yeni yilni hech tebriklamaymiz. Bu haqda ziyafat orunlaştırmayımız. Bu haqda alayda kiyinip, yasınıp, ya koçalığa çıkıp, ya ki başka bir oyun tamaşa orunlarga berip, alayda manda bu bayram qilib, munda qilishning o'zi bizning islom dinimizda qat'iy cheklangan. Buni qilishga bo'lmaydi musulmon bo'lish sifatimiz bilan. Bu yeni yıl ve Rojdestvo bayrami bu Hristiyan dininin alameti. Şuningdek bizningki bu hayit qilish, qurbonlik qilish, ro'za tutish qatorliq o'xshash bir yandan ibodat bo'lsa, bir yandan sidqiy ko'rinishga bu bizningki kimligimizni, diniy kimligimizni ifodalaydigan bir alomat. Endi Rojdestvo bayramiga kelsak ve yeni yıl bayramiga kelsak, bu Hristiyan dininin alameti bo'lg'achqa, bu alametni biz kuchlantirib, bununga qatnashsak, bununga ishtirok qilsak ve musulmonligimizni unutib, bu şekilde bunu o'tkazsak, bu butunlay dinimizga xilof bo'ladi. Bu ularning diniga rozi bo'lganlik, ularning diniy alomatini qo'llab quvvatlaganlik bo'ladi. Bu sababdan bizningki islom dinidan yiroqlashib ketishimizga sabab qoladi. Buningga qat'iy diqqat qilishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom dinidan boshqalarga o'xshab olishni qat'iy cheklagan. Masalan, قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم degan. Yani kim ki bir kavmga, başka bir milletga, yani İslam dininden sırtqı milletga, Müslüman bo'lmagan bir milletga o'xshab olsa, bu bizden emas degan. Yani İslam dininden emas degan. Bu o'xshab olish mayli o faqat kiyim kechaklarga yoki bu yurish turish bu ahvolga bilan qartilmaydi. Bu o'xshab olish aqida, ularning qilayotgan ishlari, so'zlari va kiyinish, urf odat, mushunga o'xshash bayram o'tkazish ishlarni hammasini o'z ichiga oladi. Bu jihatdan qat'iy mushundaq ularga o'xshab olishdan qat'iy saqlanishimiz kerak. Bo'lmasa biz dinimiz xatar ichida qoladi. Hristiyan dinidan qolgan mesela Rojdestvo bayrami ve yeni yıl bayramiga o'xshash ve ondan başqa bizning mamlakatimizda Sharq Turkistonda mesela Xitoylarning Chag'an bayramiga o'xshash. Bu bayramlarni bizning tabriklashimiz qat'iy bo'lmaydi. Bu butunlay haram. Xuddi cho'shqi go'shini yeyish haram bo'lgandek, ularning bayramiga qatnashish, ularni tabriklash, bunun için alayda ziyafat orunlaştırış, bunun için alayda yasınış, kiyiniş, bu butunlay İslam dini çekilgan iş. Bununla qat'iy diqqat qilishimiz kerak. Biz İslam dininden yiroqlashib ketgan bo'lg'achqa, İslam dinini amaliy mushundaq hayotimizda umumlashtirib olmagan bo'lg'achqa, bo'libmi Sharq Turkiston musulmonlari bu kommunist hakimiyeti astida, komünist tuzumi astida ezilib, mushunaq dindan yiroqlashib ketgan bo'lg'achqa, bu nemining haq, nemining nohaq, nemining islom emasligini bilmasdan, jahillikdan, balki ularning bayramlarga, masalan, Chag'an bayramlarga, bu yeni yıl bayram degan o'xshash bayramlarga qatnashib qilishi mumkin.
buningga sagak bo'lish lozim. Buni qat'iy qilmaslik lozim. Bu biz islom dini, biz musulmon deyish bilan, men musulmon deb ismimizni biz dadam apam musulmonka, men musulmonning bolasi, men musulmon deb bu davog'imiz bilan, eg'izimizda davog'imiz bilan bu musulmonlik hisob emas. O musulmon qanday bo'lganda musulmon bo'ldi? Musulmonning ustiga nima ishlar yuklandi? Bularni qat'iy ögünüşümüz lazım. Bununla intilişimiz lazım. Bizge hazır özür bulanmaydı. Nurgun kitaplar neşir kılındı, lentiler, ünalgı lentileri, sınalgı lentileri neşir kılınıp gitti. Televizorlarda müşündak tor arkalık bolsun, müşündak televizorlar kuyulup atıdı, haqna haq düşendirilip atıdı, təbliğ kılınıp atıdı. Bu biz bilmeptime dep özümüzni ögenmey, terişmey, bu bilmeptime dep bundak bir çetki çıkıp özümüzni mazur köketsek, özümüzni özürlük köketsek, bu Allah Taala'nın aldıda ötmey kalıdı. Bunun için qat'iy dikkat qilishimiz kerak. Hamda biz bu Yeni yıl bayramı ve bu Rojdestvo bayramıga o'xshash bundaq bayramlarni uni qilishning qat'iy haram ekanligini so'zlab o'tdik. Hamda bu fiqhshunos olimlar, 4 mazhab imomlari ve uningdan boshqa ilgari keyin o'tgan barliq o'limalar, islom diniga mansub, islom diniga oid barliq o'limalar Ibn Taymiya, İbn Qayyimga o'xshash katta o'limalar va yaqingi zamondagi bu Ibn Baz, Usaymin deganga o'xshash o'limalar bu ularning bayramini qutlash, ularningki bayramini birlikda o'tkazish, qatnashish bularning butunlay harom ekanligiga hammasi o'rtaq birlikka kelgan. Eskartishga tegishlik bir nuqta bo'lib bu yerda Alloh taolo Qur'oni Karimda La yanhakumullahu anillazina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu anillazina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. Allah Taala sizlarga urush açmagan, sizlar bilan urushmagan, sizlarga ziyon solmagan, sizlarning diningizga hech qanday ziyon keltirmagan mushundaq kishilarni va yurtinglardan qo'g'lab chiqarayotmagan mushundaq kishilarga kafir bo'lsa-mu, ularga yaxshilik qilsanglar bo'ladi. Yaxshilik qilishinglardan to'smaydi. Ve ularga adillik bilan muamele qilishinglardan to'smaydi Allah Taala. Allah Taala adaletni, adillik qilguvchilarni do'st tutdi dedi. Allah Taala faqat sizlarga urush ochgan, sizlarning diningizga ziyon solgan, sizlar davomli suiqasd qilayotgan, sizlar davomli yomonlik qilayotgan, sizlarni ezayotgan, sizlarga zulm qilayotgan mushundaq dinsizlarga, kapirlarni ve sizlarni yurtinglardan chiqarayotgan kapirlarni ve sizlarni yurtinglardan qo'llab chiqarishga mushundaq hamkorlashgan, yordamlashgan kapirlarni do'st tutishinglarni Alloh taolo cheklaydi, qat'iy cheklaydi dedi. Kimki ularni do'st tutsa, ular zolimlardan bo'ladi dedi. Bu zolim demek, küfr demek. Yani bir ma'nosi bu kafirlikka elib boradi degan gap. Ya'ni biz islom diniga ziyon solayotgan, islom diniga mushundaq kech kunduz suiqasd qilayotgan, yomonlik qilayotgan mushundaq mayli xristian bo'lsin, mayli boshqa yahudi bo'lsin, mayli xitoy bo'lsin, hammasi o'xshash. Bularni do'st tutishimiz, ularningki bayramlarni birlikda qutlashib berishimiz, birlikda o'tkazishimiz bularni do'st tutganlik bo'ladi. Bu oyatning ruhiga qat'iy xilof. Buni qat'iy qilmaslik lozim. Endi faqat ba'zida masalan ba'zi bir yurtlarda ba'zi az sonliq masalan xristian bo'lsin yoki boshqa dindikilar bo'lsin, mushundaq dindikilar bir
boshqa dindikilar bilan aralash yashagan nimalar bo'lsa yoki hozirgi zamonda masalan Yevropada yashayotgan bir qism musulmonlar am bularninki ko'pincha xristian yoki boshqa dindikilar bilan qo'shni o'tiradi. Bularni masalan diniy ziyon solmagan, ularninki nimasiga haqorat qilmagan, mushunaq asosda bo'lsa, ular faqat ularning masalan hayit bayramlarda masalan ularning bayramlarida manaliqqa salomlashib, bayramingiz muborak bo'lsin degan chaqliq munchalik so'zlarni qilsak, buning yomoni yo'q deb bu haqda doktor Yusuf Qardoviy bu islom dunyosining donliq olimi Yusuf Qardoviy bu haqda biroz to'xtalib, mushundaq bizga islom diniga ziyon solmagan, ziyon kelmaydigan, mushundaq musulmonlar bilan aralashib o'tayotgan ishlarga duch kelib qolgan vaqtida ularga sizningki bayramingiz muborak bo'lsin degan o'xshash onunki burunqi nimalarga javob qaytarish yoki bizningki asl axloqimizni bildirish nuqtasidan biz islom dini davomli iymonda ching turish, islom diniga mansub kishilarningki iymoni kuchli bo'lish va axloq, iymoniy axloqi bilan va boshqa dinliklarni ta'sirlantirib islom diniga jalb qilish, islom diniga akirish bu da'vat. Bu oldingi planda turdi islom dinininki. Buning uchun Yusuf Qardoviy islom diniga ziyon solmaydigan, mushundaq ziyon kelmaydigan, mushundaq boshqa dindikilar bilan ularning bayramiga mundaq voy bayramingiz muborak bo'lsin deb qo'yganga o'xshash mundaq so'zlarni qilish bu nima emas, gunoh emas, bu harom emas. Chunki bu ilgirki ulamolarning bu harom degani ularning bayramiga qatnashish, ularning o'xshash mayli quyuq suyuq qishimini armay islom diniga ziyon solayotgan mushundaq kofirlarning bayramlariga o'rtoq bo'lish, ularningki ziyofat qilish, mushunga o'xshash ishlarga qartilgan. Ama bu oyatni chiqish nuqtasi vaqtida Alloh taolo davomli bizga adil bo'lishni, kofirlarga mushunaq islom diniga ziyon etmaydigan, ziyon yetkazmaydigan kofirlarga yaxshilik qilishni, bu yaxshilik orqali ularni ta'sirlantirib islom diniga da'vat qilishni asos qilgan bo'lganligi uchun biz bunda onun o'xshash bayramingiz muborak bo'lsin degan o'xshash va yoki bir az to'la so'q salom bergan o'xshash bundaq ishlarni qilsa bu yomon bo'lmaydi, gunoh bo'lmaydi, bu harom emas deb mushuni o'tirib qo'ygan. Hamda qog'ini biz hurmatlik musulmon qarindoshlar qog'ini hammamizning o'zimizning vijdoniga qolgan ish. Biz bilisizlar, biz bilamiz. Biz mayli vatanda bo'lsin, mayli mushu chet elda bo'lsin, hozir yashayotgan sharoitimizda bo'lsin, musulmonlar bizningki dini kuchli bo'lmaganligi uchun, islom dinining ta'limotini to'liq bilmaganligi uchun, bu xristian va boshqa bu dinningki bu bayramlarning nereden kelgan, asli nega tayindiganligini bilmaganligi uchun mushundaq voy bayram deb mushuna qutlab mushuna qilyotdi. Bu butunlay xato. Bunu qilmaslik kerak. Buni har bir siz musulmon, hurmatli musulmon qarindishimizningki dini, iymoni va vijdoniga qolgan ish. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. إن الدين هو الإسلام عند الله يلزمه ليس يضام عند الله إن الدين هو الإسلام عند الله يلزمه ليس يضام عند الله أسعد في دار الإكرام أسعد في دار الإكرام عند الله عند الله